O'shandan keyin tashkil qilgan. O'sha paytda kim sotardi? Unda Qorovlan direktor sotar edi. O'shanda Siz o'sha bloger bo'lib ketibsiz. 50 dan oshgan bo'lsa ham, mana o'zliklarida ishlayaptilar. Men ham sun'iy intellektni o'rganishim kerak edi. O'qish jarayonida daromad qancha o'zgardi? Daromad 1x ga o'zgardi. Tushinglar qani ber. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Xush kelibsizlar Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Rivoj 98 kompaniyasiga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz tadbirkorlar. Biz Farg'onadamiz. Rivoj 98 kompaniyasida ushbu kompaniya asoschisi Muhammadali aka, bizni coaching programmalarimiz ishtirokchisi. Bugun zavodlarni ko'ramiz. Ular plita mahsulotlari, umuman beton mahsulotlari ishlab chiqarishadi, turli xil stalbalar va hokazo. Hozir ichkaridan ko'ramiz, qanaqa tashkil qilganlar, nima o'zgarishlar qilganlar ko'ramiz. Ana, Olg'a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'p, Ustoz bu buxgalteriya deymi, asosiy kirishdi xonalarimiz. sraz buxgalteriyaga olib kirdingiz-da bizni, to'g'rimi? Keyin asosiy endi pulga olib kiramiz, asosiy bor joyga olib kiramiz sizni. Qara, bu endi nima tomonimiz? Hurmat. Va alaykum assalom. Sotuv bo'limini? Sotuv bo'limi. Yaxshi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Bizi Zo'r. Sotuv bo'limi qachon tashkil qilindi? O'qishdan keyinmi, oldinmi? sotuv bo'limi 3 kunlik intensiv darsingizda bo'lgan edi. Dekabrda bo'lganmidi? Dekabrmidi? Dekabrda kelibdi o'sha sotuv bo'limini kim sotyapti? Qorovulmi yo direktormi deyilgandan keyin tashkil bo'lgan joyi. O'shandan keyin tashkil qilgan. O'sha paytda kim sotardi? Unda Qorovlan direktor ham sotar edi. O'shanda qurilishni boshladik. Xuddi mana shu joyda o'sha siz aytganingizdan keyin dekabrdan keyin qilingan joylar. Yangi. Xuddi bizning ofisimizdagi sotuv bo'limiga o'xshab qolibdi-ku. Endi kimga yaqin yursa ham o'sha yo'qadi. Mana chempion sotuvchilarni nimasini ko'ring. Qatdan olinibdi. Bilasiz. Zo'r. Xo'p. Bular CRMda ishlashadimi? Nimada ishlaysizlar? Qani? Qaysi CRM o'rnatilgan? Ammo CRM o'rnatilgan. Zo'r. Qo'ng'iroqlar zapis bo'ladimi? Bo'ladi zapis. Zo'r. Siz o'sha bloger bo'lib ketibsiz. Blogerlarga ham nima qilinadi? Ha, ustoz bitta nimasi, bular sizga o'xshab hozir yangi zdaniyalar quribdi, siz taklif qilamiz deyatdi. Hozir bu ham yangi ochilgan joylar. Qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Xush kelibsizlar vadilimizga. Bundaqa kompaniyalarda rivojlanishga hissa qo'shyapsiz. Katta rahmat. Yosh tadbirkorlarga, biznesmenlarga qo'shgan hissangizdan rozi bo'ling. Ustoz, biz ko'p sizdan shunaqa nimalarni oldik. Sizlar sabab bo'lib, mana atrofingizda komandalar, Ikromjon, boshqa nima Muhammad Bobur hammalari sizni boshchiligingizda ko'p nimalarni o'rgatishdi. So'raymiz. So'rab qilib boryapmiz. Qolganini yana davom ettiramiz degan umiddamiz. O'qishlarga nima qilamiz? Zo'r. Omadlaringizni bersin. Ustoz, birinchi seximiz. Ha, bu birinchisi. Bu birinchi sex. Hozirda plita ishlab chiqaramiz. Bitta asosiy plita regel ishlab chiqaryapmiz bu joylarda. Hozir nimada? Mana plitalarimiz. Plitalar mana 7,5 metrgacha plita mahsulotlari ishlab chiqaryapmiz. Hozir mana shu nimada 7,5 metrli plitalarimiz bor. Mana shu plitalar 7,5 metrgacha. Birinchi sex. Ana ustoz yuravering. Qalaysizlar? Mana bu yerda qo'yishyapti, ha? Mana ismlar tayyorlaydi. Mana farxonalarimiz. Hozir jarayon qayerdan boshlanadi? Jarayon mana tomondan boshlanadi. Armaturani to'qiyapti. Ha, svarkalar tayyorlab, to'qib, mana ta qizdirib tortadi. Mana bitta nimamiz. Qolip bu? Ha, mana qolipimiz. Hozir armatura tortilyaptimi shunda? Armatura tortilyapti. Tortib, tayyorlab nimani qiladi? Buni olib kelib, endi keyingi etapda mana farxonaga tashlaydi. Nimaga? Mana vibratorga qo'yadi. Aha. Hozir
Yangi mahsulotni regel ishlab chiqaryapmiz. Ustoz, men sizga aytdim, regel to'g'risida gapirdim. Mana regel ishlab chiqaryapmiz. Hali 35-500 kilovoltli, 220 kilovoltli liniyalarda istalmalar tagiga. Plitalarda jarayoni, hozir quyish jarayoni ketyapti. Vibratorda mana tayda vibrator ishlaydi. Bemalol ish qilaveringlar. Loyda tevada mishalkada qilib beriladi. Hammasi avtomatlashtirganmiz. Mana sement turadigan bunkerlarimiz. Ustozlar shu ikkitasi bu, ikkitasi narigi tomonda. Hozir mishalkaga tevaga olib chiqadi. Sementni nimada shinakda olib chiqib beradi. Shinakda olib chiqib, tayyor mishalka loyda qilib, tarozida tortib, tarozi kompyuterlashgan tarozilar bor. Tarozilar hamma narsani, normalarni o'lchaydi. Normani, sementni, shag'alni, suvni, hammasini tarozisi o'lchaydigan kompyuteri bor, tarozilari bor. O'shanda nima qilib turib, o'zi ishlab aravaga tashlab beradi. Bu arava. Olib kelib mana ko'rdingiz knopkada bunda nimani quyadi. Shunaqa solaveradi, solaveradi. Solib turib, ustiga klyonka qo'yib, uni knopkani bossa mana gruz tushadi. Yopadi. Yopib turib, vibratsiya qilib, keyin sug'urib, yana soladi. Sug'urib turib, farxonaga tashlaydi. Keyin mana nima tayyor bo'ladi. Keyingi hozir gruzni qo'yib turib sug'ursa, hozir nimani qilishadi? Mana plita tayyor bo'ladi. Mana quyilgani tayyor plitalar. Nimasi? Plitani bu qurish kerakmi shunda? Buni farxonaga tashlaymiz. Ana farxona. Par bilan quriydi. Par bilan quriydi. Farxonalarimiz bitta farxonalarda da nima bo'ladi? Endi farxonaga 12 tadan boshlab 24 tagacha qo'yadigan farxonalarimiz bor. Nimani? Plitalarni quritadigan farxonalarimiz. Hozir nima? Bu mana farxonani nima yopadi? Qopqog'i yopgandan keyin bu qopqoqlar, o'ng ko'tarilib turgan orqada nimalar? Qopqoqlar bo'ladi. Qopqoqlarda yopib nimani ko'tariladi. Birdaniga ishdan chiqib banni tushishi mumkinmi? Yo'q. Tros ushlab turadi. Biz ataylar sekin tushadigan qilib berganmiz bunga. Hali qoliplarni egib beradi bo'lmasanda. Bu sekin nima jarayonda sekin tushish kerak. Bu ham nimalar ham sekin sug'urilish kerak. Bo'lmasam plitani tushirib yuboradi-da, tez bo'lsa, hozir mana nimani qilgandan keyin gruzni tushiradi. Ana flansonlarni tortadi. Mana turbalarni sug'urib oladi. Keyin nimasida. Qachon sug'urib oladi? Qurigandan keyinmi? Hozir sug'uradi. Mana biz sizni kutib turibmiz. Qotdi-da o'zi. O'zi endi buni hozir oladi, farxonaga tashlaydi. Endi bu nima tayyor bo'ldi hozirgi jarayonda nimasi? Ichidagi betonlar bor-ku. Bunday teshik truba ketgandan keyin teshik tushib ketmasligi uchun biz hozir urib uni havosini chiqarib tashlaydi-da. Hozir zich chiqib tashadi. Urib zich bo'ldi dumoq. Zich chiqib tashagan. Hozir urganda o'zi vibrator urib o'zi qatirib tashadi. Hozir buni nima deydi? Tushib ketmaydi. Tushib ketmaydi. Bitta hozir oladi, bitta nimani plasonni olib ko'tarsa sug'uriladi. Daromad qancha o'zgardi, daromad? Daromad 1-2 ga o'zgardi desam, ustoz to'g'ri bo'ladi. Hozir 1-2 nimasi bu farxona ochilyapti ustoz, gruz ochilyapti. Hozir bosim buni endi ko'tarib parga tashlashadi. Zo'r. Bizni kuzatish davom etadi. 3-chi sex istalba ishlab chiqarish. Mana 9,5 metrdan 16,40 gacha istalbalar ishlab chiqaryapmiz. Bu ham xuddi mana tevadan mishalkadan tushadi ustoz. Mana quyish jarayoni simda baylanadi. Hozir armaturada va apparaturada tortamiz. Tortib betonni mishalkada tayyorlab, tayyor nimada tashlaymiz. Zo'r. Ustoz mana tarin qilib nima tortyapti. Ko'rmanglar. Qani, va alaykum assalom.
Bu parxonalarimiz. Qani? Tortishga Bu hozir nima bo'lyapti bu yerda? Nima qilyapsiz? Tortyapsiz. Aha. Mana armaturani tortadi, keyin beton quyiladi. Keyin quyib olgandan keyin mahkam ushlaydi, to'g'rimi? mahkam ushlab qoladi. Qaytarib nimasiga bormaydi. Bu ustoz bitta parxonamiz. Ustozani parxonalaridan bitta. Nimasi? 10 tani atrofida 10 ta qolib sig'adi. 10 ta nima sig'adi? 10 ta qolib sig'adi. 10 ta qolib sig'adi. 68 ta opora chiqadi. Zo'r. Bu parxonalardan. Xo'p, umumiy ob'em haqida ayta olasizmi? Bir kunda nechta stalba, nechta plita chiqara olasizlar? Ha, bir kunda 70 agar nima qilsak 68 ta 68 ta 9,5 metrli stalbalar chiqaramiz. Nima? Undan tashqari 70 bitta bo'ladi jami stalbalarning o'zi 16 yu 40 gacha stalbalar ishlab chiqaramiz. Bitta seximiz 30 tagacha plita ishlab chiqaradi. Bu nima 3-chi seximiz ham 30 tagacha plita ishlab chiqaradi. Nima qolgani endi fundament ishlab chiqaradi. Fundamentni regellar ishlab chiqaradi. Bu 3-chi sex, mana 2-chi sex edi. Aha. Formela. Bu yerdan Zo'r. Quyish jarayoni ketyapti. Tozbatda endi yana bitta seximiz. Ashu uchun nima? Ikkinchi seximiz bu, uchinchi sex bo'ladi. Ikkinchi seximiz. Farxonaga tashlayapti hozir nimada, mana nimani olib. Qolibni olib, plitani farxonaga tashlayapti. Bu bizni omborxona qilib atela qurganmiz. O'zimizda plitalar sig'ish uchun nimada 3 etajli qilib o'zimiz qurib qo'yganmiz, o'zimizga moslashtirib 3 etaj nima plita qo'yish mumkin. 21 tagacha 24 tagacha plita taklalamiz bitta qatoriga-da. O'shancha shunaqa omborxona qurganmiz. zo'r. Bu mishalkamiz keyingi nimaniki? Ha, 3-chi. Ustoz sizga aytgan yangi sex ishga tushirishalmadi dedimi? Bu sexda ustalarimiz Baxtiyor akam. Ha, katta ustalarda, shatda qolgan ustalar qani? Ya sizlarni sizni ko'rib hozir bular hammasi dam olishyapti. Sal nimasi Baxtiyor akam keling Baxtiyor aka bir ustozimiz Ibrohim Gulyamov. Baxtiyor aka, yaxshimisiz? Bizni Baxtiyor akam bizni eng nima deydi, o'zimizni ustalardan, Andijonlik, Sultonoboddan Baxtiyor aka nimasi? Mana shu mishalkalarda o'rnatilyapti. Zo'r. Hozir ustoz mana eko bunker 220 tonnani atrofida sement sig'adi. Ha. Bunaqa hozir mana shu 4 ta tayyor bunkerimiz, bu endi 2 ta. 6 ta mana shunaqa nimamiz bunkerlar bor. Bu konteynerni teskarasiga qo'yib qo'yilganmi deyman, ha? Konteynerda sement bunkerga aylantirib turganmiz hozir. Mana mishalkalar qo'yapmiz. Mana yangi sexda parxonalarimiz. Ha, bular ha. Ha. Mana bittasi Buni qachon boshladingizlar? buni sexda umuman o'tgan yili boshladim. Mana ularda bir 4-5 oyda atrofida bo'layotgan narsa. Hali o'qishdan keyingi bo'lgan jarayon. O'qishdan keyingi jarayonda mana shu. Apetit nima bo'ldimi deyman? Ha, gazlangan mahali. Deydimi? Mana bittasi 2 ta parxona qurdik. Eng katta bittasi 9 metr, mana 18 30. Chuqurligi biri 4 metrda atrofida. Hozir buni nima qilsa yangi qurdik, ishga tushirilganimiz yo'q. Bu batta ustoz sizga ko'rsatib, ana nimada tayyor bo'lsa o'zashda o'tirib o'tkazmoqchi edim. Ha, bu yerda. Ha, shunga o'tkazmoqchi edim. Hali ulgurmadik. Ha, bunga Keyingi, xudo xolasa. Keyingisiga xudo xolasa. Zo'r. Ancha ish qilibdi-yu. Ha. Ustalar. Yuqorini ko'rsangiz nima qilish kerak, bir maslahatingiz berasiz, xudo xolasa. Siz aytgan tez bitqizib shu ustozni olib kelganingizda mana shu yerga o'tkaziladi, nimada desa, endi jicha qoldi, ulgurmadi. Endi ustalar xudo xolasa. Bu yerda nima rejalashtiryapsiz?
Bu yerda ustozlarda asosiy ustozlarda olib kelsak nimalarni Chastani ustoz olib kelmasangiz kerak. ha asosiy nima deydi maylislar zaylar hali konferensiya boshqa nimalarda ishni o'tkazib turaman. Ha, bu Hozir yaxshi. yig'ilish Butun korxonalaringizni bergan. ha yig'ilishlari ham Bu yaxshi. boshqasi ham mana shunda o'tadi. Yaxshi Hozir buni endi ovqat qilayotgan hali nimalarga sexlarga mana shu nimaga ovqat qilamiz. Mana nimalari shunga tayyorlab hozir tayyorlanyapti shunga. Yaxshi. Ustoz. Mana bizning seximiz ustoz. Battada mana shunaqa nimalar tayyorlanadi. O'zimizga kerak bo'lgan mana shu temirlar, mana shunaqa qoliplarni mana shu yerda yasataman. Uzun. Mana tevada telefon bor, o'zlari ko'tarib yoqaman. Bizni ustoz mana nima ombordan yuklab beradi. Ha, mashina kranimiz bor. Aha. Bombordan yuklab Ha, mana yuklaydi. Mana uni yaqinda qurdik, hozir endi ishga tushdi. Mana shu sexga yana bitta qurishimiz kerak. Mana mishalkani ishga tushira olmadik. Endi xudo xolasa ishga tushsa fundament regellar mana shu sexdan chiqadi. Mana shu yo'ldan chiqadi. Mana bitta bizni yuqoridan ko'rsangiz bitta nimamiz bor. Farxonalarga mana bunaqa qilib farxonalarga teriladi. Farxonani chuqurligi mana shunaqada. Ha. Hozir nimasi? Plitalarda quygan plitalarimiz. Mana shu farxonada tayida mana yerda turbalari bor, o'na turbalari ustoz. Par mana nima nimada? Parlar yer tagida. Nima bor? Podvallar. Ha. Podvalda mana tomonda podvallarimiz bor, 12 ham podval, nariniki ham podvalda turadi. Suvni keyin Bu bug'latib, hammasi o'shaning ichida. keyin bu yerda chiqariladi farqli. Hozirda yoq tomonda nimalarimiz bor, quduqlarimiz bor. Uchta joyda quduqimiz bor. Quduq ko'latganmiz. Shu quduqdan suv haydab berib turadi. Farxonalarga suvni haydab berib turadi. Farxona endi mana uni yertaydan keladi hozir. Tagidan mana shu plitalarda tagida farxonalar, shu nima? Katta nimalar o'sha yerda joylashgan. Zo'r. Mishalkalar Xitoydagi ustoz. Aha. Zo'r. Nechigacha ishlaysizlar? Biz ish tugatiladi. Kech payt 6-7larda. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsizlar hammalaring. Rivoj 98 kompaniyasiga hurmat qilib kelganlaring uchun hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunchalik bir og'zim shu taklif qilganimizga shuncha biznesmenlar siz orqangizdan hurmat qilib kelishgani uchun hammalariga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Ustoz bizni hurmat qilib shunaqa biznesmenlarga shunaqa ilmlarni berganingizga Allohga behisob beradi shukr. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. So'z ustozimiz Ibrohim Gulamovga. Tamada bo'ling. Siz lekin nima deydi? Bizni kutuvlarimizdan o'tib ketyapsiz. Avvalambor hammalaringizga assalomu alaykum, hurmatli Rivoj 98 jamoasi va mana shu she'rin tadbirkorlariga juda ham bir ajoyib bugungi bir uchrashuv bo'ldi. Mana nima deydi? Tadbirkorlarimiz ichida endi ko'pincha yoshlar o'qisa, yoshlari 50 dan oshgan bo'lsa ham mana o'z ustlarida ishlayaptilar. Yangi narsalar o'rganyaptilar. Bugun suhbatlashib turibmiz, aytayaptilarki, men deydilar, sun'iy intellekt davrida undan orqada qolmasligim kerak. Men ham sun'iy intellektni o'rganishim kerak degan gaplarni gapirganlari bizni hayratga soldi. O'rgangan narsalarini korxonada joriy qilishlari xursand qildi. Misol deylik, mana call center tashkil qilganlar. Ko'pchilik zavodlarda call center bo'lmaydi odatda. Mana call center tashkil qilingani, savdoni oshishi, yana yangi дополнительный qo'shimcha yana farxona, yana o'sha nima deydi? Ishlab chiqarishni qo'shimcha bir liniyasini yo'lga qo'yayotganlari bu odamlarni ish bilan ta'minlashga sabab bo'ladi. Mana shu diyorda, mana shu yurtda
nima deydi, rivojlanishiga bir katta bir hissa bo'ladi. Sizlarni xizmatlaringizda ekanligimizdan, sizlarni bir korxonalaringiz rivojlanishiga bir qanaqadir hissa qo'shganimizdan xursandmiz. Doimiy tarzda rivojlanishni tilab qolamiz. Rivoj nomiga mos doim rivojlanib tursin. Hammalaringizga shuni tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Akbar Ali. Gapiring. Siz so'z navbati. Mikrofonni berdi-da, turing. Ana. Turing endi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Salom ustozlar. Alaykum assalom. Farg'onaga xush kelibsizlar. Boshlig'imiz bilan birga o'qib, qo'li ochiqlikda, sahiylikda ko'p narsalar o'rgandik. Bizni o'qishimizga biz jicha yoshimiz katta bo'ldimikin deb boshlig'imiz uchratdik. Biz o'zimizni ancha yosh bolaligimizni istaganmiz. Shuning uchun hozir bizga katta motivatsiya bo'lganlar. Boshlig'imizdan ko'p narsa o'rgandik. Bundan bari ustozlik ko'p narsa so'rab turamiz. O'rgatishda xudo ayamasalar. Ustozlar olgan bilimlarimizni biz ham ishxonamizni ancha qo'llaganmiz. Xudo xolasa avaz qilib, shunaqa qilib biz ishxonamizga ham borsangiz, biz ham xudo xolasa bir baham ko'ramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammalarga rahmat. Salom. Gapiring endi. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga, hurmatli Farg'ona ahli. Haqiqatan mana ko'pchilik yaxshi gaplarni gapirdi, qo'shilamiz fikrlarga. Alloh taolo oldinlaringizga qo'ygan maqsadlaringizga eng yaqin yo'llar bilan erishtirsin. Hamma vaqt har doim rivojlanishdan to'xtamanglar. Bundan ham nima deyman? Bundan ham katta bo'lib kengayib rivojlanib, xalqimizga, millatimizga, musulmonlarga xizmat qilishdan to'xtamanglar. Bundan ham kengayib turib, keyingi filiallar, keyingi zavodlarni ham ochib, yana ham ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlash nasib qilsin sizlarga. Ustoz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelganingizga rahmat. Xursand bo'ldik. Bizni shuncha komandani bizni tashkilotimizga olib kelganingiz uchun. Alloh qabul Ha. Ustozga ham so'q qo'ying. Nimalarga bering? Sekin turamiz, Ustoz, kelganlaringga rahmat. Bizni shunchalik hurmat qilib, bizni Farg'onaga, Vodilga kelganlaring uchun Rivoj 98 kompaniyasi nomidan sizlarga katta tashakkur aytaman. Hammalaringga rahmat. Bizga ilm berayotgan shunaqa ustozlarimizni umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Yana ham shogirdlari ko'paysin. Bundan biz xizmatingizda biz har doim nima xizmat bo'lsa, ustozlarning xizmatida biz duolaringizni olish uchun biz hamma vaqt tayyormiz. Bizga shu bitta duo bersangiz endi kompaniyamizga. Bismillah. Keling qani. Ilohim, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Allohim, o'zing fayz barakot egasisan. O'zing fazl egasisan. Mana shu manzil makonni, fayz barakotini o'zing ziyoda qilgin. Mana shu manzilda ishlayotgan har bir ishchilarni, keladigan har bir mijozlarni, keladigan har bir hamkorlarni, sheriklarni, mana shu korxonaning egalarini va ularning ahllarini, ahli oilalarini, qalblaridagi ezgu niyatlar bor, o'zing xabardorsan. Kutganlaridan ham a'lolarni bergin. Butun Farg'ona ahliga, butun O'zbekiston ahliga, dunyo ahliga xizmat qilishda bularni bardavom qilgin. Faqat sening rizoliging uchun xizmat qiladiganlardan qilgin. Va sallallohu alayhi xayr xalqi Muhammad va alihi va sahbihi. Ustoz, hammalaring kelganlaringga rahmat.